Navbatdagi savol. Ustoz, rafiqam kechasi uxlaganda judayam ko'p bosinqiraydi. Ko'ziga har xil narsalar ko'rinadi. Ota-onam jodugarga, folbinga boringlar deydi. Men folbinga borsang kofir bo'lasan deb qo'ymayapman. Maslahat bersangiz, bunday holatda nima qilishimiz kerak? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Folbinga bormang hech qachon. Bu folbinga borish iymondan chiqish degani bu. Folbinga bormang, undan ko'ra siz shar'iy ruqiyalarni qiling. To'g'ri yo'lga o'ting. Oyatul kursini o'qib yotsangiz, ertalabgacha Alloh taolo tarafidan sizga bir hofiz, himoyachi kelib himoya qiladi. Farishtalar himoya qiladi Allohning izni bilan. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas shar'iy ruqiyalarni qiling, oyatlarni o'qing, Baqara surasini o'qing. Baqara surasi o'qilgan uyga 3 kun shayton yaqinlasha olmaydi degan. Odam o'zini o'zi shaytonga topshirib qo'yadi-da, keyin shayton unga vasvasa qilaversa, keyin yana shaytonlarning oldiga kattasiga boradi. Bu polchiga borish degani umuman odam dunyo va oxiratini kuydirish degani bu. Hech qachon bormang, u polchi sizga hech narsa qilib bermaydi. Batar uni siz holatingizda yomonlikka yomonlik ziyoda qiladi. Avvalambor iymoningizdan ajralasiz. Undan ko'ra batar bo'larki, shaytonlar yana semiradi. Katta-katta shaytonlar ilakishadi sizlarga. Bu shaytonlar bossa, boshqa bo'laversa, Allohdan panoh so'rang, duo qiling, Qur'on o'qing, Baqara surasini o'qing doim uyda. Yoki o'qishni bilmasangiz, hozir internet nimasi bor, ancha qo'yib qo'ying mana telefonlardan, boshqa hamma joyda Baqara surasi yozing chiqadi. Necha xil qori chiqadi. Qo'yib qo'ying o'shani. Takror Baqara o'qilinaversin yuzda. Inshaalloh bijin shayton hech nimasi qolmay hammasi qochib ketadi. Allohu a'lam.